Tungi paytda ayol kishi o'z mashinasini haydab ketayotgan paytda yo'lni chekkasida begona shubhali ayolni ko'rib qoladi. Begona ayolning uzun qora sochi bo'lib, u qizil ko'ylakda bo'ladi. U qop-qorong'i yo'lda yo'lning chekkasida sekin qadamlar bilan yurib borardi. Haydovchi ayol balkim yordam berish maqsadida mashinani sekinlashtirib to'xtaydi va birdaniga baqirib yuboradi. Video biroz tushunarsiz, ammo xavfsizligingizni ta'minlash uchun yetarlicha ma'no bor. Tungi paytda kimsasiz joyda mashinangizni aslo to'xtata ko'rmang. Hattoki yordamga muhtoj insonni ko'rib qolsangiz ham xavfsizlik jihatdan to'xtamasligingiz maqsadga muvofiqdir. Agarda chinakam yordam bermoqchi bo'lsangiz, o'sha insondan xavfsiz masofaga to'xtab, qutqaruv xizmatlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mashinaga o'tirgan paytingizda mashina eshiklarini qulflash doimo yoningizda turishi kerak, ayniqsa yo'lga tungi paytda chiqayotgan bo'lsangiz. Agarda yo'lda ketayotgan paytingizda biron bir narsaga guvoh bo'lsangiz va hayotingizga xavfsirasangiz, mashinani to'xtatib, qiziqqonlik bildirmang. Yodingizda tuting, xavfsizlik qiziqqonlikdan ustun turadi. Kanalimga obuna bo'ling. Yodingizda tuting, biz bachkana videolarni qo'ymaymiz. Biz xavfsizlik haqida gapiramiz.